Jahongir Otajonov o'z to'y xizmatlaridan soliq to'lashga tayyormi? Yangi qaror bo'yicha amalga kiritilsa. Bu zo'r savol. Konsertdan chiqib ketmaydi. Ommalashda shu. Bilasizmi? Hozirgi bizda har birimiz vatansevar bo'lishimiz kerakki, soliq nimaga to'lanadi? Meni tushuncham bu. Balki bu professional tushuncha emasdir. Kasb egalari, ya'ni buni yaxshi bilishadi. Soliqchi. Bir musiqachi o'laroq professional soliq haqida bildira olmasligi tabiiy. Mana hammamiz mana mashina haydaymiz, boshqa qilamiz, radarga tushamiz, hozir kameralar ko'p boshqa. Endi hozir san'atkorlarga mana soliq ham chiqarishibdi, chiqarishmoqchi ekan. Hali qaror qabul qilinmoqda. Biza bu davlatning farzandi o'laroq, ya'ni to'lanadigan pulni masalan men o'zimni davlatimga, ya'ni uyimga to'layman. O'shaning uchun men bu narsaga qiynalmayman. Yetarki qurpim yetsin. Endi bu soliq qanaqa darajada chiqadi? U payti fikrim qanaqa o'zgaradi, uni hozircha bilmayman. Lekin mana masalan radarga tushsa ba'zan hozir 402 ming bo'lgan 50% to'lasang chegirma bilan, men chegirma bilan to'layman. Sirazi hali 15 kun to'lab olamanki 402 ming to'ladim. Bunga ya'ni bu bilan ta'minlagan ekan, bundan foydalanishga haqqim bor. Ertaga soliq ham masalan shunaqa mani qurqim yetadigan darajada bo'lsa, men hech bir qiynalmasdan to'layman. Ya'ni bu pul o'zimni yurtimga to'layman, qabul qilaman. Ya'ni meni tushuncham shunaqa. Balki kimdir bundan qizg'anar, kimgadir bu kerak emasdir. O'shaning uchun menga bir hech bir anaqasi yo'q. Ko'p muhokamalarga sabab bo'layotganlarni. Bosh ustiga emas. Oddiy mana taksida ham to'layapmiz. Qurbimiz yetsin. Endi hozirgi to'g'risi to'layotgan solig'imiz endi bu pensionerlik deydi, shunaqa soliq. Litsenziya ham bor bizda. Xo'p, mana bitta bu holatga savolim bor. Xo'p, soliq belgilanyapti bizga. Xo'p, O'zbek konsert nima bo'ladi? Ya'ni bizda masalan O'zbek konsert masalan bizani bir mustaqil inson o'laroq ular bilan aloqa qilmasligimiz iloji bormi? Mana soliq to'layotganmiz. Oldin aytishardi-ku, mana litsenziyasi bor, bularni soliq taksi ber, to'g'ri taksi ber, necha puldan arzimaydi. Xo'p, biz soliq to'laymiz. Soliq to'lovchi o'laroq mustaqil O'zbek konsertdan nima deydi? Qutulishimiz mumkinmi? Chunki masalan men bir musiqachi o'laroq O'zbek konserti menga kerak his qilmayman. Hech qanaqasi. Faqat ba'zan xizmat ketishadi. Lekin u bizga xalaqit qilishi mumkin. Biz xalaqit qilgan paytimiz bor olmasa, muammo kelib chiqishi mumkin. Hammamiz juda yaxshi bilamiz. Ochiq aytishimiz kerak, to'g'ri muammolar. To'g'ri, mana balki O'zbek konsert bu gapimdan keyin noto'g'ri tushunadi. Ularning muammosi. Men fikrimni ya'ni har doim dalil etgan insonman. Shuning uchun yo biza soliq to'laylik bosh ustiga, yo bo'lmasa O'zbek konsert bilan hamkorlik qilaylik, ya'ni o'zimizni haq-huquqimiz himoya qilingan holda. Ayrimlardan men o'zimni haq-huquqimni himoya qilingan hisoblamayman O'zbek konsert tomonidan. To'g'ri, ular meni hech bir zamon majburiy bir ishga jalb qilishmadi. Hozir. Oldin endi bor edi. Hammamiz bilamiz. Hozirgi vaziyatda, hozirgi paytda bu O'zbek konsert ularga ustimizga minib yotgan. Lekin oldin masalan qaysi bir to'yga borolmasa, hattoki litsenziyamizdan mahrum qilishardi. Hatto masalan men jinoiy javobgarlikka tortilgan paytlarim ham bo'ldi. Qanaqa tushunsa bo'ladi, bir san'atkor to'yga borgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ki o'zlisi uyushtirilgan holda olingan litsenziyadan kelib. Ya'ni hozir endi to'g'ri, hozirgi O'zbek konsert bizlar bilan yaxshi aloqa qiladi, hurmat qilishadi. Lekin baribir bu psixologik travma bizda qolgan. Menda shaxsan qolganki, O'zbek konsert telefon qilsa, nimadir keyin hozir o'sha men o'zimni yaxshi his qilmayman.
yerda yashayapmiz, foydalanyapmiz, yo'llarda yuryapmiz. Masalan, yashayapmiz to'g'risi. Men masalan hayotimda agar bu yashaganim uchun va shu